Salam jamoat, Ayda online proyektida Easy Tatar topshiruvini davom etib, sizning bilan g'alatdagisha, men Bulat Shaymi. Boribizda bilganimiz tatar tili bik motor til. Ammo qo'y vaqt xatlovlarda bo'lala. Adabiy tilni yaxshi bilsagizda, qo'yshaq suylam tilida qiziq o'zgarishlar bo'lurga. Qo'y bir ovozlar yozilgancha aytilmas ham mumkin. Ham shularning bir nechasini biz bugun qarab ketashakmiz. Ketdik. Aydagizlar mana bu iborani qarab ketik. Yobali. Masalan, eshikni yobali. Eshitdingizmi? Men yop ali deb aytmadim yozilgancha. Yob ali deb aytdim. Shulayq masalan, yob indi, qarab oldim kabi so'zlarda da bu sangrov p ovozi yangrov b ovozini aylanadi. Ya'ni yangrovlasha. Demak, qoida p ovozini bitgan so'zdan so'ng so'ziq ovozdan boshlangan so'z kelar ekan, u yangrovlasha. Ya'ni b ovozini aylanadi. Bu qoidalar silivit qiziq tugul. Shunday bo'ladi o'zim hozir. Yaxshi. U jingil. Aydagiz misollar keltiramiz tag'in. Mana bu jumlada p nechga aytiladi? O'zingiz bilib qarag'iz hali. Hozir videoni to'xtatingizda, o'qib qarag'iz. Andan birga tekshiramiz. Bishan bozoridan borib qaytdim. Ayye, durust. Bunda p yangrovlashmi, ya'ni b-ga aylanmi? Chunki andan so'ng tortiq q ovozi keladi. So'ziq tugul. Mana bu jumlani necha o'qirsiz ekan? Bishan bozoridan borib oldim. Ayye, bu ishroqda p endi yangrovlasha, ya'ni b-ga aylanadi. Borib oldim. Ko'rdingizmi? Afarin. Hozir sizni shin totar ekan bu deb o'ylayapsizlar. Agarda bizning bilan tag'in bir necha qoidani o'rganib ketsangiz. Kelasi qoidaga ko'chamiz. Masalan, qo'ytig'indi. Qoidani bu yo'li o'zingiz aytib qora olasizmi? Ya'ni, aytagiz bo'lisham. I'm here to help you guys. Don't worry. Q ovozini bitgan so'zdan so'ng so'ziq ovozdan boshlangan so'z kelar ekan, u yangrovlasha, ya'ni g ovozini oladi. Tezroq misollarga ko'shik. Yami music konsertiga borg'indi. Ular yozdirgan totarsha muzika shunday shap. Trust me. Eshitdingizmi? Boriq indi tugul, Boriq indi. Ya'ni tag'in bir qoidani qarab ketik endi. Sezdingizmi? Men ketik indi demadim. Ketik indi dedim. K ovozini bitgan so'zdan so'ng so'ziq ovozdan boshlangan so'z kelar ekan, u yangrovlasha, ya'ni g ga aylanadi. Hozir haligi misollarga ko'shamiz. Videoni tag'in to'xtatib turib, o'zingiz aytib qarag'iz boshda, anlar tekshiramiz birga. Tilni o'rganish uchun praktika kerak deylar. Kerak ekanini bilam. Shunga ko'ra do'stim bilan har kun totarcha so'zlasham. Eshitgansizdirmi? Ikkinchi ishroqda bizning k ovozi g ovozini aylandi. Kerak ekanini bilam. Barliq o'rgangan qoidalarni qo'llash uchun sizga tag'in 3 misol. Videoni to'xtatamiz, o'qiymiz, ham tekshiramiz. Bulat Shaymi kanalidagi videosini olib atgan. Aning videolarini borisida g'oshiq indi. Alay bo'lg'ash yozlarga kerak ekan. O'zingni maqtamasang, tag'in kim maqtasin, shulay bit. Yarar bugun tag'in bir narsa o'rgandikmi ekan endi? Ordingizmi? Kimlar hozir anglab oldi, shularga 5li. Men o'rgandikmi ekan dedim. Yozilgancha o'rgandikmi ekan deb ayirib aytmadim. Ordingizmi deganda da shuluq ko'rinish. Shulay aytib, suylam tilida m qo'shimchalarindagi ovozlari, ulardan so'ng kelgan l ham ekan so'zlari bilan qo'shiladi. Mana sizga tag'in bir necha misol. Boshim ketdimi? Ikkinchi misol, nega shunday yuqa boshmikan sen? Shulay yo'q, qoralik kabi iboralarda o bilan a ovozlari qo'shiladi. Qora ali tugul, qorali deb aytiladi. Shulay yo'q, masalan, jirlali, boshlali, ishlali, ham boshqalar. Bu esa o bilan a ovozlari raddan kelganda shulay bo'ladi. Masalan, qarali, misollari bo'lganda qoidani anglashi og'ir tugul ekan. Tatar tilidan bilimlaringizni tag'inda ko'proq tekshirishga tilasangiz, Ayda online proyektida yaxshi testlar da bor. Milliy rizqlar turida interaktiv o'yin, tatar tili dialektlari turida test, sinni qadar tatar degan sinov ham boshqa qiziq narsa. Notamasi ananda o'sta. Ya'ni jamoat aliga shuni bilan tamomlab turing. Hozir tatar tiliga tag'inda tabiiylik yong'ri boshlar ham tezlashish tanishlaringizni men kabi yaxshiroq anglay boshlarsiz deb ishonib qolaman. Ayda online proyektori Ayda online proyekti bilan tatar tilingizni komillashtirishni davom etingiz. Do'stlaringiz bilan bo'lishingiz, yozlig'iz, eson sog'.